Ana bir yerga kul yerli qaynoq suv chiqaradigan filtrni qurdik. Oddiy suv. Che 1185 x 10 bu degani 1850. Bu yoqda yerinden çıkan su var. 65. Ko'rinib turibmi? X10 yo'q bunda. Endi temperaturasini keladigan bo'lsak, temperatura havo harorati hozir 20,5 gradus. 25-26 gradus chiqib turibdi mana. Tester chiqib turibdimi? 26 gradus mana shu yerda tursin bo'lmasa mana. 26 gradus. Olamiz qaytadi. Endi muzday suvni ko'ramiz. Hali suv tutib bo'lmadi bu. İşlab turibdi hali xolodilnigi. Temperatura ko'rinib turibdimi? Solamiz. 15 gradus. Bu yer krantdan chiqqan suv 15 gradus, 14 gradus bo'ladi. Endi qaynar suvim hali qaynatib o'chmadi. Şundan ölçüp ko'ramiz. Qor chiqib turibdi. Mana temperatura ko'rinib turibmi? Mana solamiz. Bu hozircha 73 gradusga chiqdi. Qaynashdan oldin o'chadi bu.